kim namoz o'qib turib yaxshi amallarda davomli bo'layotgan bo'lsa, shu ibodati qabul bo'layotganligini belgisi. Namozlarimizda agarda rohat bo'lmasa, biz hozir maza matrani yo'qotib qo'yamiz. Payg'ambarimiz alayhisalomni yuraklari siqilsa, Bilol roziyallohu anhu aytar ekanlar: "Ey Bilol, bir azon etib bizni rohatlantiring" der ekanlar. Yuraklari siqilsa, o'nlardan turib namoz o'qir ekanlar. Ana bizni yuragimiz siqilsa, siz yuragingiz siqilsa nima qilasiz? Men yuragim siqilsa yotib uxlayman deydi-ku. O'zi yuragi siqiladigan odam nima qiladi desa, yuragi siqiladigan odam Robbisiga bog'lanadi. Ya Rob, tashvishim bor, qarzim bor, uyimda muammoyim bor, yoki bo'lmasa ustimga biror bir narsa soya solib turibdi, shuni aritib bergin. O'zing har narsaga qodir zotsan, sandan boshqa kimga suyanaman? Shuni aytganingizni o'zida insonni sekin ichidan yig'i kelishni boshlaydi. Sekin qalbi titrashni boshlaydi. Alloh subhanahu va taologa sajda qilayotganda butun olamlarning Robbisiga sajda qilayotganligini qalb his qila boshlaydi. Keyin o'z-o'zidan Allohni rahmatidan umidvorligimiz, qiyomatdagi azobidan qo'rquvimiz ortib, sekin ko'zdan yosh chiqishni boshlaydi. Ana shu ibodatlarimizni komil bo'lishligini belgisi bo'lar ekan.